7 yil o'tib, bugungi kunimiz har doimgidek tahajjuddan boshlandi. 7 yil ichida Robbim bizga shirindan shakar 2 farzand berdi. Mustafo va Halilulloh. 3-chimiz Sobira xonimiz hademay kelib qoladi. Erta tongdan jamoat bo'lib namoz o'qidik. So'ng farzandlarimiz dadalariga kechagi darslarini o'qib berishni boshlashdi. Ungacha men choy tayyorlashga kirishdim. Halilulloh kichikligiga qaramay akasiga qiziqib o'qiydi. Mustafo yaqinda murattab hofizi Qur'on bo'ladi va maktabni boshlaydi. Ikkovlari kichikliklaridan Robbim kalomiga muhabbatli bo'lib, toatda, ibodatda katta bo'lishyapti. Har bahor va kuzlarda O'zbekistondagi qadimiy shaharlarga sayohat qilamiz. Maqsadimiz, sayohatimiz davomida farzandlarimiz o'z vatanlarini tanishlari, qandaydir to'qima malikalar va supermenlar o'rniga o'zlari unib o'sayotgan diyorlardagi buyuk zotlarni, haqiqiy qahramonlarni tanishsin deymiz. Hayotlarida ularni o'zlariga o'rnak deb bilishsin, o'z vatanlari tarixini yaxshi bilishsin deymiz. Inshaalloh boshqa shaharlarga ham shu maqsadda birgalikda sayohat qilamiz. Mustafo hali 6 yosh bo'lishiga qaramay bizni savollari bilan, ajoyib fikrlari bilan ko'p hayratda qoldiradi. Qiroat imomlari hayotiga rosa qiziqadi. Qayta gapirib bersak ham hech jam to'ymaydi. Yana gapirib bering deyaveradi. Halilulloh esa akasidan biroz boshqacharoq, rosa to'polonchi, joyida tinch turmaydi. Sahobalardan Umar roziyallohu anhu, Xolid ibn Valid, Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhumolaru va boshqa buyuk islom olami fotihlariga ishqi ketgan. Ularni kuzatar ekanmiz, qalbimiz shukrga to'ladi. Biz o'smirlik deb biladigan tushuncha aslida yolg'on, g'arbning ixtirosi. Bizning dinimizda yosh bahona emas, ummatimiz tarixida yosh bo'lishiga qaramay dunyoni hayratda qoldirgan insonlar o'tgan. Misol uchun, Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu yosh bo'lishlariga qaramay vahiy kotibi bo'lganlar. Fotih Muhammad ibn Murod II 22 yoshlarida Istanbulni fath qilganlar. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu esa 18 yoshlarida katta lashkarga sarkarda bo'lganlar. Bu kabi misollar bizning tariximizda talaygina. Bu hali yosh, bola-ku, o'smir-ku degan so'zlar bizning lug'atimizda yo'q. Chunki biz ishonamizki, yoshligidan Alloh yo'lida ulg'aygan qalblar eng buyuk qalblardir. Inshaalloh umid qilamizki, Mustafo va Halilulloh ham shunday qalblar egasi bo'lishadi. Oyjon bilan Adajon ancha qarib qolishibdi. Menga o'z ota-onamdek mehr bergan bu ikki inson men uchun juda qadrli bo'lib qolgan. Hech ham og'irligini tushirishni xohlashmaydi, lekin ularni xizmatlarini qilish, ularni ko'ngillarini olish biz uchun baxt. Hech ham malol olmaymiz. Nabiralarini juda yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa Mustafo bilan Halilullohni boshqacha ko'rishadi. Farzandlarim ham buvijonlari va dadajonlariga juda mehribon. Bolalar akajon va opajonlarni farzandlari bilan birga qo'shilishib dars qilishadi. Birga o'yinlar o'ynashadi, hech ham zerikishmaydi. Bizni ham zeriktirishmaydi. Umr yo'ldoshim, Allohim bergan go'zal ne'matim, jufti halolim meni xuddi ilk kundagidek sevadilar. Bizni omonatlari deb biladilar. Shu 7 yil ichida biror marta qattiq gapirmadilar. Ko'nglimni og'ritmadilar. Ular bilan o'tgan bu yillar ichida har kuni Robbimga hamdlar aytdim. Ularni taniganim sari yanada qattiqroq muhabbat qo'ydim ularga. Men ham ular uchun xuddi Xadija onamiz Rasulullohga bo'lganlar kabi bo'ldim. Xuddi Rasululloh eng qiyin damlarda Xadija onamiz yonlariga chopganlari kabi, payti kelsa biron tashvishlari bor damlarda, payti kelsa xursandchilikda ular uchun tasalli manbai, ko'ngillari taskin topadigan makon bo'ldim. Xadija onamdek qildim yorimni xizmatlarini. Ular kabi itoatli bo'ldim. O'sha Jabroil alayhissalom Allohdan shaxsan salom keltirgan onam kabi bo'ldim. Xuddi Rasululloh men Xadijamni muhabbati bilan rizqlantirildim deganlaridek biz ham bir-birimizni muhabbatimiz bilan rizqlantirildik. Allohning roziligini topish yo'lida bir-birimizga sherik bo'ldik. Birgalikda ummatga foydali inson bo'lish uchun, Rasululloh faxrlanadigan ummat bo'lish uchun tirishdik. Hayotimizni har bir jabhasida suyukli Rasulimiz sunnatlarini mahkam tutdik va bu yo'lda bir-birimizga shijoat berdik. Shu tarzda kunlarimiz qiziqarli va mazmunli tarzda o'tib bormoqda. Inshaalloh umid qilamizki, biz qurgan bu chiroyli oila deb atalmish qo'rg'onda Robbimizning buyuk olimlari, ummatga katta xizmatlar qiladigan zotlar unib o'syapti.
Alloh taolo sizga beradigan ikkita eng muqaddas narsa bu oiladir. Birinchisi biz dunyoga kelgan oila. Ikkinchisi bo'lsa biz yaratadigan, o'zimiz quradigan oiladir. Birinchisi bizning xohishlarimiz asosida bo'lmaydi, ammo ikkinchisini o'zimiz xohlagandek qilishimiz mumkin. Qanday oila idealimiz bo'lsa, farzandlarimizni shunday oilada dunyoga keltirishimiz mumkin. Albatta bularning hammasi biz tanlagan juftga bog'liqdir va ayni shu tanlovda adashmasligimiz kerak. Agar jamiyatni isloh qilishni istasak, bu ishni avvalo oiladan, ota-onalarning o'zlaridan boshlashimiz kerak. Chunki yaxshi farzand yaxshi ota-onaning tarbiyasidan, yaxshi jamiyat yaxshi oilalardan paydo bo'ladi. Ijozatingiz bilan hikoyamiz so'ngida ba'zi narsalarni aytib o'tsak. Aslida bizning yurtimizda qancha buyuk olimlar, sarkardalar, o'z vatanlari uchun jonini fido qilgan insonlar o'tmagan deysiz. Islom olamining eng mashhur qahramonlari orasida bizning yurtdoshlarimizning nomlari faxr bilan tilga olinmaydimi? G'arbda biznikidek tarixiy qahramonlar bo'lmagan edi. Shuning uchun ular media orqali o'zlariga to'qima qahramonlar yaratishdi. Afsuslar bilan aytamanki, bugungi kunda bizning farzandlarimiz o'z qahramonlarini tanimay, o'sha to'qima obrazlarga taqlid qilib ulg'ayishmoqda. Biz esa buni befarq qoldirsak, bolalarimizning ongidagi bo'shliqni g'arbning propaganda obrazlari to'ldirib boraveradi. Zero har bir inson tabiatida kichikligidan yaxshi ko'rgan narsalariga taqlid qilish xususiyati bor. Bola kimni qanchalik yaxshi ko'rsa, o'shanga o'xshashga intiladi. Bu esa uning atrof muhitiga bog'liqdir. Shuning uchun farzandlarimizda o'z yurti, o'z ajdodlariga nisbatan faxr va muhabbat uyg'otish eng muhim vazifalarimizdan biridir. Biz bunday qilmas ekanmiz, hozirgi yoshlar telefonga o'ta bog'lanib qolishgan, juda bema'ni bo'lib ketishyapti. Kitobga qiziqishmaydi, asabiy bo'lib qolishgan va hokazolar kabi shikoyatlar qilib nolishimiz qay darajada to'g'ri? Axir har bir bola sof fitratda dunyoga keladi. U xuddi oppoq, top-toza varroq kabi bo'ladi. Uni qanday tarbiyalash, kimga o'xshatish bu bizning qo'limizda. Shuni unutmaylikki, har bir farzand ota-onaga Alloh taolo tomonidan omonat qilib beriladi. Har bir ota-ona bu omonat uchun qiyomat kuni javob beradi. Har davrning o'ziga yarasha xavflari bo'lganidek, hozirgi davrning eng katta xavflaridan biri telefon, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn o'yinlar bo'lib qolgan. Hozirgi yoshlar telefonga o'ta bog'lanib qolishgan. Afsuski, buning ko'p salbiy oqibatlariga guvoh bo'lyapmiz. Buning uchun parda ortida kimlardir ularni ekran qarshisida bir soniya ko'proq ushlab qolish uchun erta-yu kech harakat qilib, har xil strategiyalar ishlab chiqishmoqda. Biz kattalar sifatida bu xavfni farqiga borib, qo'limizga omonat qilib topshirilgan yoshlarimizni bu xavfdan asrashimiz kerak. Buning uchun eng to'g'ri yo'l bo'shliqni to'ldirishdir. Farzandlarimizni telefondan tortib olish emas, balki ularni vaqtlarini, qalblarini ma'noli narsalar bilan to'ldirish kerak. Ular bilan birga vaqt o'tkazaylik. Ularga sahobalar haqida, ajdodlarimiz haqida gapirib beraylik. Birgalikda kitoblar o'qib, savollariga javob beraylik. Shu maqsadda farzandlarimiz uchun hech bo'lmasa kuniga atigi 15 daqiqa ajrata olmaymizmi? Axir tunu kun mehnat qilib pul topayotgan ota kim uchun ishlayapti? Inson umri davomida yaratadigan eng buyuk loyihalardan biri, jamiyatga qo'shadigan eng muhim hissalardan biri bu solih farzand tarbiyasidir. Biz ota-onalar, ustozlar va ziyolilar bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsak, farzandlarimizni telefondan emas, kitobdan, filmdan emas, tarixdan o'rnak olishga o'rgata olamiz. Chunki har bir bola tabiatida ezgulikka intilish bor, faqat uni uyg'otish kerak. Farzandlarimiz kimga taqlid qilsa, ertangi O'zbekistonimiz shunday bo'ladi. Ularning qalblarida haqiqiy qahramonlarga nisbatan muhabbat uyg'otaylik. Ota-onaning eng muhim vazifasi ularga islom fitrati asosida topshirilgan bolani yaxshilikka o'rgatish va go'zal xulqli, solih farzand qilib tarbiyalashdir. Solih farzand ham bu dunyoda, ham oxiratda tinchlik va baxt manbai bo'ladi. Bunday tarbiya uchun eng yaxshi joy esa oila muhitidir.